Necha ming yillik tarixga ega hammamiz yoqtirib yeydigan poloning kelib chiqish tarixini bilamlan. Hozir o'zinglar tuqqanlar polon kashf qilinishi haqida bir ta'sirli hikoya to'p bir mo'ysifit kishi keyingi umritini ojizlab nurg'u do'rlanjiga bo'lsin manfaat qilmay oxir u bir tomoq retsepti orqali kisini davolabdi ekan. Ertasi oqshom bir chachini yeb berib bir oydagi avvalda ko'rnalik yaxshini sho'g'andagi atrofidagi odamlar hayron qolib nima do'ri degan o'g'ayda ketibdi ekan. Keyin bu odam o'zi qilib yegan bu tomoqni kishilarga deb berganim ekandiq. Shundaki bu tomoq atrofga tarab retseptlik tomoq turida odatdagi taom turiga kirganim ekan. Uzun yillardan beri polo, uyg'ur, qozoq, o'zbek millatlarining an'anaviy asl tomog'i qatorida mehmon chaqirganda, het bayramlarda, to'y to'ki har xil choy marosimlarda cho'qim bo'lmay qolmaydigan muhim taom turi hisoblanib kelgan. Uning ustungi poloni odatda bir odam emas, bir oila kishilar ya bir dasturxondagilar o'ttirg'i qo'yib qo'llar bilan birlikda yegashga, buni inoqlikqa, birlikka simvol qilingan bir go'zal tomoq deyishkim bo'ldi. Shunga buni davlat tilida qo'l bilan yeydigan tomoq yana juafen deb atagan. Keyin bu tomoq Xinjiangda emas, dunyoga mashhur Ipak yo'lining vakil xarakterli go'zal taom turi qatoriga kirgan ekan. Balkim yuqorqi rivoyat rasmi emasmi buni aniqlab yurmasakmi, ammo poloning ozuqlik qiymatining intayin yuqori quvvatligi hammalarga ayon. Xurushlari haqiqatan oz. Asosligi go'rish, sumay, sabza, go'sht bilan intayin quvvatli, o'zgacha mezirlik bir tomoq yaratgan bo'lib, hozir Xinjiangliklarning to'xtamay izlanishi bilan turlari ko'payib, xilma-xillashib, go'sht polo, anjam polo, suv polo